Moskovskiy oblastida ajoyib ish vakansiyasi bor. Erkaklarga 18 yoshdan 50 yoshgacha bez объем, smenasi 4000 rubl, yotoq, registratsiya, borib kelish forma mutlaqo tekin. Mana shunaqa ish like arziydimi? Albatta arsa bir donagina videoga like bosamiz va videoni oxirigacha ko'ramiz. Demak, bugungi ishimiz Moskovskiy oblast город Domodedovoda. Domodedovoda мясное производство, ya'ni go'shtlarni maydalash kerak, xolos. Sizlarning qiladigan ishinglar katta мясное производство go'shtlar keladi, shularni maydalab berishinglar kerak ovqatga ishlatadigan darajada. Bu narsani o'zlari o'rgatishadi. Birinchi kuni o'ziga o'rgatish stajirovka bo'ladi. Bu bepul bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi kunlari stajirovka bo'ladi. Bu kunlari kuniga 3500 rubldan yoziladi. Endi 6-kundan o'zi sizga kuniga 4000 rubl yoziladi. Ya'ni ishga chiqib keldingizmi, kuniga 4000 bor. Yotoq, registratsiya, borib kelish forma mutlaqo tekin. Sizda Moskovskiy oblast patent, registratsiya va SNILS inini hamma dokument bo'lishi shart. Undan tashqari plus metkinishga ham. Oyligi sizlar xohlagan va sizlar kutgan har hafta rashyot, bir hafta ishingiz keyingi hafta rashyotni olasizlar. Mana shunaqa ajoyib ish erkaklar uchun 18 dan 50 yoshgacha Moskovskiy oblast patenti borlar uchun tezda ekrandagi nomerlarga telefon qilib, joylar soni juda ham kam. Shuning uchun o'z joyingizni band qilish uchun, mana shunaqa oyiga 1,5 ming dollar oylik olish uchun tezda ekrandagi nomerga telefon qilinglar. Ish soati 8 dan 8 gacha denda, 8 dan 8 gacha noshta. Xohlagan odam den, xohlagan odam noshta bemalol ishlashi mumkin. Kimga bu ishimiz haqida yana to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki lokatsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga hozirroq telefon qilib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar mo'minlar. Videomizda Moskvada, aynan Rossiyaning Moskovskiy oblastida yurgan yaqin birodarlarimizga jo'natib qo'yamiz.